Qizlar Napoleon qildim. Kecha Imodan bitta klient telefon qildilar. Menga Napoleon kerak dedilar. Narxini dedilar, kelishtirib bering dedilar. Xo'p dedim. Ikkita kerak dedilar. Faqat dedilar, plitrni bo'lib qolmasin dedilar. Bilmadim, endi Napoleon uzgushonli moloko sariyog' bilan qilinadi-da. Molokoni o'zi shirinligi kuchli-da. Endi bilmayman, Napoleonni kremini sariyog'ini ko'paytirish kerakmi yo molokoni kamaytirish kerakmi bilmayman. Shunaqa dedilar, plitrni bo'lib qolmasin dedilar. Shunga bizada hamma shirinliklar plitrni bo'lganligi sababli boshqa yoqqa zakaz bering deb bordim. Bu tort bo'lsa ekan, kremiga ozgina cheez krem aralashtirib shirinlikni normaga keltirsa. Bu Napoleon moloko bilan tiri narsa bu. Molokoni sevadigan pishiruv. Molokoga suv aralashtirib qilib berish kerakmi? Короче, bizda plitrni hammasi. Xullas, mana shunaqa qilib Napoleonni ham qo'yib oldim. Hozir uni balish pishsa, Napoleonni marozniga qo'yib bitta kesib olamiz. Sizlarga bitta foto obzor qilib beramiz. Keyin bir pas qolib olamiz. Qizlar mana yarimta plitrni anaqa bor. Nima edi? Napoleon bor. Olaman deganlar bo'lsa, dastavka chiqarib olamiz. Qanaqa qilib plitrni qilmasning iloji yo'q. Biz spesial plitrni qilamiz. Shu plitrni qilish uchun ustida ishlaymiz soatlab qizlar. Qaranglar. Dahshatmi? Moloko yomg'ir bo'lib yotibdi.